Kolumbiyaga qarshi o'yinda O'zbekiston terma jamoasining mag'lubiyatidan so'ng ko'z yosh to'kkan bolakay bugun nihoyat xursand kayfiyatda. Bugun undan ko'ra baxtliroq bolakay yo'q, chunki u milliy jamoa futbolchilari bilan ko'rishdi va ular bilan birgalikda mashg'ulotlarda qatnashdi. Assalomu alaykum. Biza o'zimizning O'zbekiston milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun Meksika o'yiniga tashrif buyurdik. Bizda shunaqa holat bo'lib qoldi. Bizani o'yinimiz raqib tomonidan joyimiz bo'lib qoldi va bitta shuncha bir yuzlab kolumbiysklarning orasida biz o'tirib qoldik. Orqamizda ham, oldimizda ham faqat kolumbiysklar edi. O'yin boshlandi. Bu o'g'ilcham juda ham futbolni yaxshi ko'radi. Umuman milliy terma jamoamizning ashaddiy fanatlaridan edi. Birinchi gol urilgandan keyin qanaqadir juda ham tushkun holatga tushib qoldi, lekin normallik kechayotdi. Keyin Abbos Fayzullayev urdilar, juda xursand bo'ldik. Keyin 3-golda emotsiyasini tutib tura olmadi va shunaqa qarasa yig'lashni boshlayapti. Buni ko'rgan Kolumbiya raqib komandamiz Kolumbiyasi shunaqa to'xtatishdi-da, ular o'zi xursand bo'lib, o'zini vatanini, bayrog'ini ko'tarishyotdi. Keyin baby xafa bo'lmang, o'zining tilida O'zbekiston yutdi, biza yutmadik, O'zbekiston yutdi deb buni podдержка qilishib, ko'nglini ko'tarishdi. Bayrog'imizni olib, buni qo'llab-qo'ltiqlab ko'nglini ko'tarishdi va o'zlari o'sha jarayonni, kadrni o'zlari olishdi. To'ppa-to'g'ri, men juda ham bu Kolumbiya xalqiga juda ham yana ham hurmatim oshdi, chunki juda ham bolajon xalq ekan. Masalan, umuman agressiya yo'q. Shu bitta yosh bolakay ko'ngli o'ksinmaslik uchun qo'llaridan kelganini qilishdi. O'zbekiston! 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 Infinbankdan avtomobil yutib oling. Infin Black va Infin Baraka kartalaridan faol foydalaning va aksiya ishtirokchisiga aylaning.